Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Men trenirovkani qancha vaqtdan beri shapkani isteb жүрмін, сол shapkaga Bobur Abdulazizov Gold va Erka bilan Toktar o'rtasidagi raqobat eng kuchli tomonlardan biri sifatida tan olingan. Hozirda Bobur Abdulazizov telefonchi bola bilan biroz tortishib qoldi. Shu qatorda Erka bilan Toktar bo'lajak jangi uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Hamyurtimiz Gold ham ushbu jangga qattiq tayyorgarlik ko'rmoqda. Aytgancha, Goldning jangi juda ham yaqin. Qadrli do'stlar, sizningcha qaysi birining jangi qiziqroq bo'ladi? Gold va Erka bilan Toktarmi yoki Bobur Abdulazizov va Erka bilan Toktar jangimi? Albatta, hamyurtlarimizga omad tilaymiz. Hamisha qo'llari baland kelsin. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Men trenirovkani qancha vaqtdan beri shapkani isteb жүрмін, сол shapkaga күнде неше түрлі вағыз келеді, вағызщиктардан, спортсмен сымақтардан ше. Шапканы шешсейші терлесең, далада жүрсің ба, немене шапкамен жүрсің, стильнімін деп ойлап жатсың ба өзіңді деп, мен стиль үшін киіп жүр деп ойлайды да адамдар. Сол спортсмен сымақ уағызщиктарға айта кетейінші, общий. Шапканы мен не үшін киемін? Киіммен бір терлеп алғаннан кейін, киіміңді шешіп тастасаң болады. Шапканы шешпесең, ары қарай жақсы терлей бересің. Маған терлеу керек. Мен терлемей, терім қатып қалатын болса, мен тренировка істей алмаймын. Өздері страницаларына кіресің ғой, жаңағыдай жазатындарыңыз. Кірек көрейікші, кім бұл? Спортсмен ба? Не бұл? Біреу қарны қампиып кеткен, біреу өлмейіп қалған, әйтеуір бір фитнесқа тиіп қашып барып жүргендер ғой, өзінше еще ақыл айтады да. Өздері үстінен грамм тер шықпайды. Ыстық таза шешініп тастайтын, шөлдесе су ішіп алатын, сөйтіп өзінің условиясын жасап жүріп тренировка істейтін адамдар еще ақыл айтады. To'g'ri berib turamiz ham. Yoshlarga bo'pti. Bir ishlab bitti debamiz bo'ldi. Okay? Yoshlarni qo'yib bering. O'zingni qiynama. Unaqa chaqirmadingiz-ku meni. Nima deyapsiz? $1000 beraman-da. Hadi bani shogirdlaringiz oldiga chaqirib, xohlagan narxingizga men sotib olmayman, okay, to'g'rimi? Xo'p, necha berasan? $1000 beraman. Sen atiqlayapsan. O'tkazib turaman. Samandar ukamnikini kapit. Samandar ukangizni okay ko'rdingiz. Burg'alab qo'ydim. Ay, bu meni turg'izib qo'ygan bo'lingizni qarang. Turishga qarab narxini bo'ladi. Bilasan-a? Orqangdan kelib. Hop, o'zingiz bilan gaplasha qolaylik unda, okay? Men o'zim gaplashdim. Bo'l, ayting, necha pul? 1700 juda ham qimmat-da. Necha pul berasan? 1000 so'm вообще arzon-da, вообще. Ha, bu mashina jonli gaplashing, okay? Jonli gaplashing. $1000 beraman, telefondan olib ketaman. Yo. Men taqaman. Sen Yo, qo'lingizda, okay? Sen faqat achki gapirtirash shekilli sen. Yo. Ha, ukam? Qo'ying, okay? Sen Hurmatingiz bor. Yo, matni ko'ryapsiz, okay? Любой shogirdingiz chaynab kelgan shu paytgacha. Zal bolaligida o'demagin ukam. Bo'l, ayting, okay, necha pulligini? 1200 bering, olib keting. Do'stlar, ukam aka borib yurmaydi, yo sen chaqib turgan jo'nat uka. Bo'l, hop, 1200 bo'ladi. Ozliklar ukam 1200 ga. Necha pul bo'ladi yani? Gapiring do'stim. Nima yeysan bu safar ukam? Rostdan ukam. 1700 so'raymiz, qimmat emas. Yengisi o'zi $1600 bo'lib turibdi. Bu 2000 lik paytda olgan. Hop, endi 2000 ga oldi degan 1700 sotish kerak deganim. Shuning uchun 1700 deyapsan. Yo'q, aka siz bilan gaplashmay qolaylik. Gaplashasan endi men bilan. Buni oxirgacha gaplashasan. Qo'ying endi, aka. Urushga ketib qolamiz siz Sen bilan. ko'tara olmaysan, ukam. Urushga ketib qolamiz, aka. Urushga bormaysan. Rostdan gapiryapman. Bo'ldi, aka. $1300 beraman. Ozlik qiladi, ukam 1300 ga. Ha, 5 oling, aka. 1400 berdim. Qo'lingizni siltalab qo'yaman, hozir 2 marta, aka. 1000 so'mni ham berib yuborasiz. Ukam siltalashib olgan, Siltalashamiz. Aka. Qo'lingizni 2 marta siltalayman, $1000 ga ham berib yuborasiz. O'shaning uchun 1400 ga bering, keting. Bir siltalab ko'r, ukam. Sen agar siltalab olsang gap so'z yo'q, ukam. Bekorga beraman senga. 1400 berasizmi, aka? Ozlik qiladi, ukam. Rostdan. Ha, qarang, 5 oling. 1400 berdim-da, olib keting. Bu akangizga ishonmang, aka. bering $50 bering. Rozimisiz? Qanchaga hozir?
1400. 1450 deyapsan. 500 berasan. Ya 1400 beraman, aka. Ukam senga. Shogirdlaringizni qo'ylab yuboraman. Qanaqa shogird bor qilman, men turganda ukam. Rostdan, rostdan sindirib beraman. Ukam. Bu 1400 ga bering unda, aka, sizga yarashmayapti. Yarashadi menga. Ya, aka. Ne qilma, yarashadi menga. 1400 ga bering bo'ldi. 1600 ga berishaveradi ukam. Bo'pti, rozimisiz 1,5 mingga men. 1,5 ga. 1,5 ga. Bo'ldi, 1,5 mingga. Men unaqa maydalashmayman.